Yaqin Sharqdagi keskinlik kuchayishda davom etmoqda. Chunki Eronning yuqori lavozimli qonun chiqaruvchisi Ibrohim Azizi davom etayotgan diplomatik kelishmovchiliklar fonida Qo'shma Shtatlarga keskin ogohlantirish berdi. Eron parlamentining Milliy xavfsizlik komissiyasini boshqaradigan Azizi Tehron muzokaralar bosqichiga kirganini aytdi. Ammo Washingtonga ishonch yo'q ekanligini aniq aytdi va AQShni, ayniqsa Donald Trump boshchiligidagi hozirgi ma'muriyat davrida ishonchsiz deb atadi. Eron Tashqi ishlar vazirligi Islomoboddagi muzokaralar to'xtab qolganidan keyin hech kim Qo'shma Shtatlar bilan muzokaralar bir sessiya ichida kelishuvga erishishi mumkinligiga umid qilmaganini aytdi. Bundan tashqari, Eron davlat ommaviy axborot vositalari Eron Vansenning Hormuz bo'g'ozini va uranni topshirish talabini rad etdi deb xabar berishdi. AQSh vitse-prezidenti Vans kelishuvsiz uyga qaytdi, chunki Washington va Tehron Islomoboddagi yuzma-yuz muzokaralar oxirida kelishuvga erisha olmadilar. Qo'shma Shtatlar va Eron o'rtasidagi yuqori darajadagi diplomatiya Islomobodda 21 soatlik qizg'in muzokaralardan so'ng barbod bo'ldi. Bu Eron inqilobidan beri birinchi yirik kelishuvga urinish muvaffaqiyatsiz yakunlandi. Bu kelishmovchilik qizil chiziqlarning chuqur to'qnashuvini ta'kidlaydi. Bahsning markazida muhim global neft yo'nalishi bo'lgan strategik Hormuz bo'g'ozining nazorati va xavfsizligi bor edi. Washington Hormuz bo'g'ozida erkin navigatsiyani talab qilgan bir paytda Tehron o'z nazoratini tasdiqlashda turib oldi. Yadroviy masala yana bir katta to'siq bo'lib chiqdi. AQSh Eron yadroviy qurol ishlab chiqarmasligiga qat'iy kafolatlar talab qildi. Eron esa shartlarni haddan tashqari va bu talablar suverenitetni buzish deb rad etdi. Eron muzokaralarni Livandagi sulh va Hizbullohning roli bilan bog'laganligi sababli keskinlik yanada kuchaydi. Washington bunga qarshilik ko'rsatdi. Sanksiyalarni yengillashtirish, uran va urush bilan bog'liq talablar bo'yicha kelishmovchiliklar vaziyatni yanada og'irlashtirdi. Endi xabarlarimiz Yevropadan. Yevropaning yirik Irlandiyadagi Shonnan aeroportida xavfsizlikning buzilishi natijasida xabarlarga ko'ra bolta bilan qurollangan bosqinchi AQSh harbiy samolyotiga chiqib, uni urib yubordi. Kameraga tushirilgan xabar qilingan voqea Amerikaning Eronga qarshi urushini tanqid qilgan irlandiyalik bo'lib, u Shannon aeroportida sodir bo'ldi. Internetda tarqalgan videolarda uning Lockheed C-130 Hercules samolyoti ustida turgani va guvohlar bolta bilan samolyotga bir necha bor urganini ko'rinadi.